Men katta kelin-ku. Men vashshi qo'rqmayman qaynonamdan. Sizlar haligacha qo'rqasizlar, qo'yili. Oyjonmi nima? Oyjon. İpi öyle yığıştırılmagan. Assalomu alaykum. Oyjonim, jannatim, qaynonam, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Nima deyishga chiqing? Kelinga shap ichki ko'rmaysizmi? Ishlang buni. Bir bod bezagam yo'q. Abdi shu daftarni olib ketir, shamol qilib o'tiraysimga. Mana oyjon, navirangiz kitobi. Bu bizak yo'qda, ha, kechiring. Oyjon, nima ovqatingiz kelyapti? Nima pishiray? Shu paytgacha nima qildingiz? Ovqat qilmaysizmi shu paytgacha? Shu uchun asalni ko'chadan sotib oldingizmi, o'g'lim pulini yo'qotib? Ha? Shaqqa etib, buni qara, bo'tib yotibdi hamma joy. Ko'zlarni yuvib qo'ymaysizmi? Mana kelishimni kutdingizmi? Ha? Kelinlar, yaxshimisizlar? Men katta kelinni uyga keldim. Ana, ko'ringlar. O'g'limni pulini yo'qotib, hamma narsani ko'chadan zakaz qilib, istaman mehmon qilmoqchi bo'libdi. O'rni qarang. Ko'z sog'lab bo'tib yot. Bir o'yjonim keladi, bir yig'ishtirmagan ham. Muncha bu 5 son kelin bu. Böyle pisiq kelin hech narsa kerak emas. O'zi bekorga eskilar aytmagan ekan. Qaynonali kelin, qarqara kelin, qaynasi kelin, masxara kelin. Ana shu bo'tib o'tiring masxara bo'lib. Qaymi? Men ketdim kelinlarni. Ikkita kelinimda qo'y. Guldagina hamma joyim to'xtasa, issiqni ko'tarib o'tiring mazza qilib. Ya'ni qo'rqmayman deganiga o'ylaymi? O'zi menga.